Avvalambor assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman Shodlik ko'chasida joylashgan 6 etajli domimizning 0 etajda joylashgan kvartiramiz sotiladi. 3 xonali 90 kvadratli bo'ladi. Subsidiyaga ham albatta tushadi. Kimga qiziq bo'lsa kelib realni ko'zlaring bilan ko'rib xarid qilishliklaring mumkin. Sizlarga shu yangi novostroyka kvartiramizni qisqachagina video obzorini boshladik. Qani keling. Kirish qismimiz kirganimizda uzun koridor bo'ladi. Bu tarafda bitta umumiy sanuzelimiz va bitta oshxonamiz bo'ladi. Bu joyda bitta oshxonamiz va keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Keyingi xonalarda bitta mehmonxonamiz, bitta bolalar xonasi va bitta umumiy kattalar yotoqxonasi mavjud. Bu xonamiz bo'ladi. Uzun koridordan kirganda chap qo'l tarafda birinchi xonamiz bo'ladi. Mehmonxona qismi bo'ladi. Bu xonamiz mehmonxona qismi. Keyingi xonamiz esa bitta bolalar xonasi bo'ladi. Bu joyda bitta bolalar xonasi mavjud. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu joyimiz albatta subsidiyasi bor. Mijozlarimizni subsidiyalariga ham tushadigan joyda. Albatta bu 0 etajimizning narxi tepa etajlarga nisbatan albatta anchagina arzonroq. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu 0 etajda ham dushovoylar ichida bo'lgan kattalar yotoqxonasi bu joyimiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.